Oiladagi eng charchagan jon bu ona ham emas, ota ham emas, eng katta qizdir. U hali bolaligida ikkinchi onaga aylandi. Boshqalarga joy berishni, sabr qilishni, o'zini oxirga qo'yishni o'rgandi. Hech kim ko'rmagan hissiy yuk hammasi uning yelkasida edi. Boshqalar bolalik qilib kulganida u ularni ovutardi. Boshqalar yig'laganda u mustahkam bo'lishi kerak edi. U tinglovchi, muammo yechuvchi, hammasi joyida qilib turadigan qizga aylandi. Lekin uni kim tinglaydi? U kechalari yashirincha yig'laydi, lekin ertalab yana kulib uyg'onadi. Iltimos, katta qizni unutmang. Undan hol so'rang, uni quchoqlang, uni seving, chunki u ham suyanchiq, ham qizaloq, ham ichida og'riqli kichik bola, eshitilishini kutayotgan jim. Agar hayotingizni har kuni 1% ga yaxshilamoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling.